alaykum dada. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deng. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon shuni stulchi ko'tarib kelyapti. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyappa. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni tasdir edibman. Kelek dedikde, rozildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? O'lay, yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'ymanmi kulasan? Tog'dan tushmas qor bo'ling dada. Uyda erkaklar ishlamagandan keyin menga o'xshagan yosh qizli ishga tushib ketdi. Men ham tillala yig'ib qo'ygan edim ishlab. Endi hozir sotmoqchiman. Oilamni boqishim kerak-ku. Ja, hamma erkaklar ham unaqa emas. Singlim, siz o'tira olavering, hozir tillalaringizni ko'ring, hisoblab beraman. Tillalaringiz 750 probada ekan, holatlari ham yaxshi. Grammini ko'raylik. 5784 gram ekan. 5784 gram. Men sizga grammini 1.300.000 dan qilib beraman. 75.192 ming so'm bor. To'g'ri keladimi? Qarang, men salon ochmoqchi edim-da, o'shaning uchun ozgincha qo'shib beramizmi? O'z men siz tillalaringizga maksimal narx qilib berdim. Boshqa joyga borsangiz, unaqa narx berishmaydi. Mayli endi shu yosh boshingiz bilan shuncha ish qilayotgan ekansiz, men sizga 76 million tekis qilib beraman. To'g'ri keladimi? Ha, bo'ladi, rahmat kattakon. Mana bu yerda 70 million. Bu yerda 6 million. Общий 76 million bor. Rahmat, salon ochsam kutaman. O'ting yaxshi ishlaylar. Hop, sog' bo'ling.